Rasululloh alayhissalom aytganlarki, quyosh yo'q kun bor, soya yo'q kun bor deganlar. Quyosh va soya yo'q kun bor. U qiyomat kuni. Tep-tekis bo'ladi. Yerda u yuziga tuxumni qo'ysa, bu yuzdek odam ko'radi deydi, agar ko'zi zo'r bo'lsa deydi. O'zi tuxumki qanchadir kilometrda ko'rinmay qoladi-yu. Shunaqangi hech nima qolmaydi. Quyosh nayza bo'yab kelib qo'yiladi. Odamlarning dumog'i qaynaydi, vaqirab. Quyoshning issig'idan. Shu kunda Allohning arshini soyasi bo'lar ekan. Allohning arshini soyasi bo'lar ekan. O'sha arshning ostida turadiganlar bo'ladi. Shulardan bittasi yoshligidan ibodatda o'sganlar, o'sha arshning ostida nurdan bo'lgan dasturxonda odamlar dumog'i qaynab hisob-kitobni kutib o'tirganda, ular arshning soyasini ostida nurdan bo'lgan dasturxonda, hadis tarjimasini aytyapman. Nimani xohlasalar dasturxonda bo'ladi o'sha. Nimani xohlasangiz. Bu sizlarga xush xabar bo'ladi, Xudo xolasa. Nima demoqchiman? Namoz nevarali bo'lganda boshlaydigan narsa emas bu. Yo umraga borib kelish bu nevarali bo'lganda boshlaydigan narsa emas bu. Demoqchimanki, qarang, nima niyatda qilishyapti buni. Nima niyatda umraga boryapti, nima niyatda hajga boryapti. Shuning uchun biz niyat yaxshi qilaylik. Inshaalloh amallarimiz shunday go'zal va chiroyli bo'ladi, Xudo xolasa.